Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor azizlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa 14 kunlik umra ziyoratlari haqida gaplashamiz. Eng qizig'i hozirda azizlar Andijondamiz. Andijondamiz degan aytganimiz sababi Andijonga ham endilikda Hikmat Travel'da qonuniy ofisi ochildi. Hozirda Fazlulloh xor akam oldiga kelganmiz. Xudo xohlasa to'liq ma'lumotlarini, narxlarini, qaysi kunga reyslar bor, qayerlardan uchilyapti, hammasini to'liq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Xor aka, obunachilarimiz bilan, kuzatuvchilarimiz bilan salomlashasiz, videoni boshlayveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram kuzatuvchilarimiz hamda Vodiy bozor kanalining obunachilari. Muhammad Yusuf aka, xush kelibsiz. Xo'p, rahmat. Xor aka, avvalambor tabriklaymiz. Ofisni ochyapsizlar, yaxshi. Endilikda bemalol, masalan, Andijonga ham ofisga kelib, Hikmat Travel'dan murojaat qilib to'liq ma'lumot olishsa, Andijonda ham ofisi bor endilikda Hikmat Travel'da. Qonuniy hammasi. Hammasi qonuniy. Ofisimiz lokatsiyasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Devonoy masjidining yonida doimgidek pastda telefon nomerlari qoldiramiz. Hamma ma'lumotni olishadi. Aloqaga chiqib turib, to'liqroq ma'lumot olsalar bo'ladi. Bo'ldi. Xor akamiz oldida turgan litsenziyaga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Hammasi qonuniy. Ishonarli umra ziyoratini so'rayotgan yaqinlarga bemalol yuborib qo'ysanglar bo'laveradi. Fazlulloh xor akamiz bilan anchadan beri birgalikda ishlab kelamiz. Xo'p, xor aka, endi maqsadga o'tib, endi shu hamma narsani ma'lumotlarni beraversak, hozirgi kunda 2025-yilda noyabr oyida turibmiz mana, noyabr oyida. Andijonimizdan ham reyslar qo'yildi. Plus Farg'onadan, Toshkentdan. Hozirda 3 ta viloyatdan reysim faqat. Namangandan reysimiz bor, Termizdan reysimiz bor, Samarqanddan reysimiz bor. O'tgan videolarda aytganmiz, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta manfaatli videolarni qo'yib boramiz deb turib, hozirda aka Voha desa Vohadan reysimiz bor, Vodiy desa Vodiydan reysimiz bor. Deyarli har kuni. Umumiy hisobda nechta viloyatdan reys bor hozir? Umumiy hisobda sanab bera olasizmi? Termizdan bor, Samarqanddan bor, Toshkentdan bor, Andijondan bor, Farg'ona, Namangan. Bor. 6 ta viloyatdan hozirda bemalol reyslar bor. Xo'p. Qaysi kunlarga reyslar bor endi xor aka? Noyabr oyi 2025-yilda. Noyabr oyini reyslarimiz Andijon Madina reysimiz aytadigan bo'lsam 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 noyabrlarga. Noyabr. Farg'ona 22, 29 ga reysimiz bor. Qolgan kunlardagi reyslarimiz, joylarimiz o'zi to'lib bo'lgan. Toshkent to'ldimi? Yo'q. Toshkent Madina endi 7, 14, 21, 28 ga reyslarimiz bor. Toshkent Jidda 10, 17, 24. Xo'p, xor aka, shu borada bir narsani kuzatuvchilarimizga eslatib o'tgan bo'lardim. Qachon ko'rsam video rolikda bir qator qo'ng'iroq qilib ko'rsa, balkim sizlarda shu kunga arzonroq reys bordir yoki o'ziga yaqinroq viloyatdan chiqib qolar. Hozir aytmoqchi bo'lganim, bu sanalarga qarab, pullarga qarab murojaat qilmay qo'yadigan inson bo'lsa, bemalol murojaat qilaversin deyapman. O'ziga yaqinroq viloyatdan arzonroq narxlarda chiqib qolishiga mumkin ehtimoli bor. Xo'p, endi reyslar Andijon, Jidda deyapsiz. Andijon, Madina. Andijon, Madina. To'g'ridan to'g'ri reyslar. To'g'ridan to'g'ri Primoy, Toshkent, Madina, Farg'ona, Madina. Xo'p, endi shu 6 ta viloyatdan narxlar necha pul bo'lyapti xor aka hozir? Hozirgi kunda narxlarimiz $1050 dan bo'lyapti. Bitta yangilikni aytib o'tib ketishligim kerak. Bu ofisda ochilish munosabati bilan, xo'p, aynan shu Vodiy bozor kanali obunachilarining ichlaridan bitta odamga bepul umra yo'llanmasini hadya qilmoqchimiz. 100% bepul. 100% bepul. Bizda YouTube olishlik imkoniyati degan narsa yo'q. Bizda Xudo xohlasa shu ofisimiz ochilganligi munosabati bilan bitta siz obunachilaringizmi yokida boshqa odammi kimga nasib qiladi buni Alloh o'zi biladi. Shuning uchun doim aytaman, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni qo'yib boradi deymiz. Hozirda buni qo'lga kiritishlik imkoniyatini kelgusi videolarimizda aytamiz. Bo'ldi, tushunarli. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, azizlar, endi bilmadim, balkim yana sabab xor akamiz 10 ta odam bepulga jo'natib yuboradi. Balkim bitta, balkim ikkita, balkim jo'natmas, lekin obuna bo'lib qo'ysanglar manfaatli videolarni o'tkazib bormaysizlar. Xo'p, reyslar narxini aytmadingiz xor aka? Reyslarimiz narxlari o'zi odatda Vodiyda reyslari balandroq chiqadi, lekin shu ofisimiz ochilganligi munosabati bilan
hamma joyda narxini bir xilda qilib $1050 qilib qo'yganmiz. $1050 Shunday. Bo'ldi. Odam soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, albatta chegirmasi ham bor. Xo'p, azizlar, eslatib o'tamiz, 2025-yilda noyabr oyida turibmiz. Hozirda mana Hikmat Travel'dan umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan insonlar uchun $1050 dan 6 ta viloyatdan deyarli to'g'ridan-to'g'ri reyslar qo'yildi. Xo'p, qora aka, endi 14 kunlik umra ziyorat paketini xarid qilish tartibi o'shami? Bitta qizil pasporti bo'lsa, sizlarga yuborsa yoki olib kelsa bo'ldi. Boshqa narsa talab qilinmaydi. Eski tartibda ishlayapmiz. To'lov usuli bank orqali yoki ofisga kelib turib to'lovlarini qilishlari kerak. Bo'ldi, aytmoqchi bo'lganingiz hammasi qonuniy. Shunday. Kimdir sizdan shunchaki pul olib ketmaydi yoki shunchaki kartasiga surib olmaydi. Shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Xullas, azizlar, endi nima desam bo'ladi, hozirda o'zi noqonuniy kompaniya deb nima desam bo'ladi, deyarli qolmadi desa ham bo'laveradi. Mana litsenziyani bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Shu litsenziyangizlar, shu qaror raqamlari ham hammasi shu yerda bor. Bejizga buni videoga qo'ya olmadik, logotiplari ham. Xo'p, endi qora aka, mana men o'zimdan qiyos qilaman. 14 kunlik paket xarid qildim. Aeroportga borganimda o'zingizlar kutib olasizlarmi? Odatda aeroportda ko'proq o'zim bo'laman yoki rahbarimiz bo'ladi. Albatta, qaysidir ishchi xodimimiz Shu Hikmat Travel jamoasining a'zolari bo'ladi albatta. Bir emas, Kutib oladi. 4 ta odam bo'ladi. Viza beradigani, sumka kamzul beradiganlar. So'ramoqchi bo'lgan narsam, qora aka, sarsongarchilik bo'lib qolmaydimi? Aeroportga kelib, topolmay qolib, telefonda olmay qo'yib, bunaqa narsalar bo'lmaydi? Yo'q, xudo xohlasa u narsa shu kungacha bo'lmadi. Inshaalloh, keyin bizda o'zingiz bilasiz, har bir reysimizga 50 boshini qo'yib chiqaramiz. Men bu narsalarni yaxshi bilaman. Qora aka, shunchaki aytmoqchi bo'lgan narsam, birinchi marta biz kuzatayotgan insonlar ham bor. Xudo xohlasa, bemalol shu hamma narsasi, vizasi, mehmonxonasi, hamma narsasi bilan o'zingizlar shug'ullanasizlar. Shu $1050 ichida hamma narsasi, oziq-ovqati-yu, mehmonxonasi-yu, borib-keldi biletlari, hammasi ichida. Xo'p, endi O'zbekistondan kutib oldinglar, ketildi. Madinada necha kun bo'linadi, Makkada necha kun bo'ladi ziyoratchilar? Madinada 3 kun bo'lishadi. Mehmonxonaning masofalari Madinada odatda yaqin bo'ladi. Endi Makkadagi mehmonxonamizning masofasi, eng yaqin mehmonxonamiz 800 metr. 800 metr. Eng uzog'i 1,5-2 kilometr chiqadi. Uzog'i 2 kilometr. Chunki nimaga unaqa deyapsiz? Hozirgi kunda joylar juda ham tez to'lib qolyapti. Hozir hali xalq tilida aytganda umraning sezoni keldi. O sezoni yo'q, lekin xalq tilida, hali ko'cha tilida aytganda hamma narsaning sezoni bo'ladi. Sezoni keldi. Juda ham ko'pchilik talab oshib ketdi. Kunlar ancha sovib qolgan, yosh katta insonlar ham bemalol boryapti. Qolaversa shu musofirdan, boshqa joylardan kelgan insonlar o'zi bemalol ziyoratlarga borishyapti. Ishlarda ham sezon ancha yengillab qoldi. Shu sababdan haligi nima ko'payib ketdi talab. Xo'p, mehmonxonalarning masofasini aytdingiz, 800 metrdan 2 kilometrgacha u yoq bu yog'i. O'zi qaysi kunga biletni olmoqchi bo'lsa, qaysi kunga joy band qilmoqchi bo'lsa, ana bo'lam qaysi mehmonga borishi? Bo'ladi aka. Bo'ldi, o'zi bilib olsa bo'ladi, borishmoqchi. Bo'ldi, Madinada 200, 250, 300 shuni atrofida menimcha. Bu narsalar o'zimizga ham yod bo'lib ketdi. Shu sababdan ayrim narsalarni o'zimiz sizdan so'ramasdan aytib ketyapmiz. Xo'p, endi kompaniya tomonidan nimalar xarid beriladi boruvchilarga? Kompaniya tarafidan sumka, nimcha, bejik, Xo'p, umra qo'llanmasi. Ya'ni u yoqqa borgandan keyin yo'l-yo'lakay samolyotda o'qib ketsa ham bo'ladi. Qo'llanmada asosan umra qilishlik odobi, u yerdagi yurishlik, turishlik hammasi yozilgan. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, xullas, men so'ramoqchi bo'lgan asosiy narsam, baribir biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, puliga taqaladi-da, qora aka. Masalan, juda ham ko'p narsa odamlarga puli qiziqroqda asosan. Shunday. $1050 dan chiqyapti hozirgi kunda. Mehmonxonadagi taomlar necha mahal bo'ladi? Madinada, Makkada. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal. Qanaqa taomlar? O'zbek taomlari bo'ladi. O'zi narx hozirgi kunda $1050 ga aslida tik bo'lib qoladi. Lekin borgandan keyin ziyoratchilarimiz, bizdan borganlar o'zlari yaxshi bilishadi. Birinchi o'ringali narx emas, sifatni qo'yganmiz. Shu sababdan haligi pulini oqlaydi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Hozir qo'shni davlatlardan keluvchilar bor, mana o'zingizga sir emas, qora aka. Qo'shni davlatlardan, O'zbekiston chekka hududlaridan keluvchilar bor. Shular masalan Toshkentdan ketmoqchi bo'lsa, bir kunlik mehmonxonasi hali ham o'z kuchidan. Ha, bir kun oldin keladigan bo'lsa, bir kunlik mehmonxonasini o'zingizlar firma hisobidan qilib berasizlar. Shunaqa. Xo'p,
O'zbekistonda nimalar olib olishlik kerak ziyoratchilar? Asosan ko'p aytaman bu narsani. Agar dori darmon o'zi bilan ichib yuradigan Doim dorilar iste'mol bo'lsa, qiladigan odam bo'lsa, ularni olib olganlar yaxshi. Endi u yerda ham topsa bo'ladi, lekin u yoqda ovoragarchilik emas. to'g'ri, ovoragarchilik. ibodatlarni qilsa. Undan bir xil topaladimi, yo'qmi? Topgan taqdirda ham masalan pullarda farq qilishlik shu. Kimlardir qimmat dori iste'mol qiladi. Undan ko'ra yaxshilab shashilmasdan o'zingizga kerak dori-darmoningiz bo'lsa olib olsangiz, eng yaxshi ma'qul yo'li shu. Shunday. To'lovlar hammasi bank orqali, tushunmaydigan odam bo'lsa kelsa, o'zingizlar to'lov qilishga yordam berasizlar. Shunday. Cheklari beriladi qo'liga, aeroportda ko'rsatiladi to'lov qildim. To'g'rimi? Shunday. Aeroportda cheklarni ko'rsatib, jamoaga qo'shilib ketaveradi. Xolos. Xo'p, qora aka obunachilarga, kuzatuvchilarga, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan insonlarga bir maslahat, tavsiyalaringiz bo'lsa? Tavsiyalarim kanalga obuna bo'lib qo'ysin. To'g'risi bu kanalda o'zim ham kuzataman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat, rahmat. Doim shu odamlarga manfaatli bo'lgan narsalarni ulashasiz. Bizga bog'lanishlik uchun pastda telefon nomerlar qoldirilgan. Aloqaga chiqib, joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Siz qachon bormoqchisiz? 1 oydan keyinmi yoki keyingi yilgami, Ramazongami? Nomerlarni saqlanib qilib qo'ying. Inshaalloh qachon borsangiz telefon qilib to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Azizlar, shu borada eslatib o'taman, hozirda 2025-yilda turibmiz. Noyabr oyiga, kuzda oxirgi oyiga keldik. Narxlar 6 ta viloyatdan hozirda bir xil qilib qo'yildi. Yangi ofis ochilgani sababidan bir xilda hozirda $1050 6 ta viloyatdan bor. Qolgan barcha ma'lumotlarni azizlar ekraningizda ko'rib turgan raqamga murojaat qilib olsanglar bo'ladi. Masalan, hozir birdaniga masalan bir haftaga yoki ertaga bormoqchi bo'lmasangiz ham 1 oydan keyin, 2 oydan keyin bemalol operatorga murojaat qilib hamma ma'lumotni olsa bo'ladi. Albatta. Bo'ldi. Azizlar, like bosib yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Albatta, o'zingizlarning savolinglar bo'lsa yozib qoldirsanglar, kelgusi videoroliklarda qora akamizga shu savollarni berib o'tib ketamiz. Qora aka, rahmat sizga ham. Salomat bo'ling.